Xitoyning İstanbuldagi bosh konsulxonasi va Saudiya Arabistonidagi elchixonasining o'rinlashtirishi bilan İstanbul va Riyodda Xitoylarning bar bayramini tabriklash faoliyatlari o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga bir qism Uyg'urlarning qatnashganligi muajiratdagi Uyg'ur xalqining g'azabini qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy konsulxonasining faoliyati İstanbuldagi Shangri-La mehmonxonasida o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Xitoylarning ko'p sonliqidagi turklar va oz sondagi Uyg'urlardan bo'lib 1000 dan ortiq kishi qatnashgan. Xitoy faoliyat jarayonida Uyg'ur usuli taqdim qilib, o'zlarining Sharq Turkistonda qilayotgan jinoyatlarini yepishga, Xitoy Uyg'ur munosabatini yaqin ko'rsatishga tirishgan. Yana bir tarafdan Xitoyning Saudiya Arabistonidagi bosh elchixonasi Chag'an munosabati bilan atalmish Shinjonglik muhojirlar suhbat yig'ini o'tkazgan bo'lib, faoliyatga qatnashgan bir qism Uyg'urlarning rasmlari tarqalib, g'ulg'ula qo'zg'adi. Gözətçilər Xitayning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini yoshirish uchun bu xil faoliyatlarga Uyg'urlarni taklif qilganligini, ba'zida ularga tahdid silib majburlaydiganligini bildirdi. 20-asrning 50-yillaridan boshlab Sharq Turkistonda bayqalgan neft va tabiiy gaz zapasi Xitoy davlatining ko'p qism energiya ehtiyojini qondirib keldi. Shuning bilan birga, mol energiya manbasi bilan Sharq Turkiston Xitoyning energiya ishlab chiqarishida muhim rol o'ynaydi. Xitoyning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, rayondagi neft zapasi Xitoy umumiy neft zapasining 30%ni, tabiiy gaz zapasi 34%ni, ko'mir 40%ni tashkil qiladi. Sharq Turkistonda neft va tabiiy gaz Xitoy davlatlik neft shirkati va Xitoy neft ximiya shirkati Sinopec qatorliq davlat egiligidagi energiya shirkatlari tomonidan ishlab chiqariladi va sotiladi. Turkmanistondagi eng yuqori vakillik organi bo'lgan Turkmaniston xalq maslahati qurildi. Turkmanistonning poytaxti Ashxoboddagi maslahat saroyida mamlakatlik kengash a'zolari va ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan yig'in o'tkazildi. Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov imzolagan farmon bilan dadisi Qurbonguli Berdimuhamedov Turkmaniston xalq ishlari maslahatining boshliqligiga tayinlandi. Berdimuhamedovga Turkman xalqining milliy rahbari unvoni berildi. Turkiya qatorliq nurg'un musulmon davlatlar Shvetsiyadagi chekidan oshgan o'ng qanot siyosiyon tarafidan Qur'onning ko'ydirilishini aybladi. Daniya O'ngchil Tar Yo'linish partiyasining rahbari Rasmus Paludan Turkiyaning Stokgolmdagi bosh elchixonasi atrofida Qur'onni ko'ydirdi. Mutashaddid o'ngchi Qur'on Karimni ko'ydirayotganda Shvetsiya saqchilari uni qo'g'dab boshqalarni yaqinlashtirmagan. Xitoyning 2023-yili 60 necha qitim raketa qo'yib berish orqali olam boshlig'iga 200 dan ortiq sun'iy amra, razvedka olam kemasi, xodim toshig'uvchi va yuk toshig'uvchi avatishni planlaganligi bildirildi. Xitoyning ishg'oli ostidagi Tibet avtonom rayonining Nianchi shahridagi tashyo'l yo'linishining chiqish eg'izida qor ko'chishi sababidan 28 odam qazo qilgan. Xabarlarga qaraganda voqeada 53 odam ofatdan qutulgan bo'lib, ularning 5 nafari og'ir yaralangan. Talafotga uchraganlarning soni davomli eshishi mumkin ekan.